Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Gazablo seximizdan video qilishni boshladik. Karalarimiz mashinalarga g'ishtlar yuklashyapti. Hop, bu yoqda polistroblolarimiz. Ko'rishingiz mumkin, ular ham paddonda taklanyapti, deyapti o'g'lisi. Bu yoqda Gazablolar ko'rishingiz mumkin, paddonda paddonga o'tdi. Paddonda ham tepasini ko'rsalaring bo'ladi. Tekis. Agar razmeri millimetrga o'ynasa ham monet o'ynab ketadi. 5 ta g'ishtdan keyin ancha o'ynab ketadi. Ko'rishingiz mumkin, o'ta ham ideal holatda. Kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, paddonni yetkazib beramiz. Xohlasalaring kirani tushirib olasizlar, xohlasalaring karada, xohlasalaring avval paddonni bo'shatib beraverasiz. Bu yoqda ham g'ishtlar sekin-asta chiqyapti. Burchoqlari ham ideal holatda. Pastlari ham dakansi uzadi, kesgan, uzilgan dakansi. Bu yoqda karalarda g'ishtlar yuklanyapti. Pishalkamiz shinakli, avtomat bo'lgan 24 tali qoliblar. Burchoqlari o'ta ham ideal. G'isht o'zi ham ancha qattiq chiqyapti. Nimaga 2 bosqichli sushilkalardan chiqadi g'ishtlar. Hop. Bu yoqda o'zimiz bragashlar urib o'rganmiz. Bunda avtomat reskalar ko'rsatamiz. Hop, akalar mana bu yoqda avtomat reskalarimiz bu. Yonga kesadi, bu tikkasi kesadi mana. Ikkita vallayda qo'yib berdi bolalarga, to'rtta valligida oldin razmerda o'zgartirishda ancha malol keldi. Shunga ikkita vallayda qo'yib berdik. Bu yoqda sushilkamizdan ishlar chiqyapti. Atxotda ham unaqa ko'p chiqib ketmaydi. Chiqsa 1 sm yo yarim sm atxot chiqadi. Nimagaki pastda g'ishtga quvvatni beradi, tepada atxotga bermaydi. Bu yoqda Gazablodan quyib chiqariladi. Sinek, suv bochkalar 5 tonnali. Bu yoqda ana kara yuklayapti. Bunga zaril bo'lsa, mana aloqa his bo'lasizlar. Ko'rayotgan bo'lsalaring, yo'roqishlar, ular o'zimizni obyektga ketyapti. Brak hisoblanadi. Hop, g'ishtlar narxiga kelsak, aytib o'tishdan chiqibdi. G'ishtlarimiz dastavkasi 18 ming so'mdan bo'lyapti. Ko'rishingiz ideal, razmerlari ham, qattoliklari ham. Hop, bu yoqda birak g'ishtlar chiqmay qolgan, 28 bo'lib qolgan, 27 bo'lib qolgan. Ulardan ancha arzon narxda berib yuboramiz. Kimga zarur bo'lsa, bunaqa g'ishtlar ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Polistrobloyimiz narxi joyida 22 ming so'm. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumanida. Zarken ko'riydi.